Deadpoolning yirik tarqatuvchilari qo'lga olindi. Mas'ullar hamkorligida o'tkazilgan ko'p bosqichli tezkor tadbirlar natijasida ushbu narko do'konning yirik tarqatuvchilari qo'lga olindi. Jumladan 2025-yil 31-avgust kuni Xo'jaobod tumanidagi Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasida Qirg'izistondan O'zbekiston hududiga uloqtirilgan ko'k rangli skochga o'ralgan 602 gram sintetik giyohvandlik vositasini O'zbekiston fuqarosi qabul qilib olayotganda qo'lga olinadi. Surishtiruv davomida ushbu shaxs 2023-yildan buyon Deadpool narko do'konining ishchisi ekanligi, yiliga o'rtacha 20 kilogramm yoki 100 ming doza, so'nggi 3 yilda esa jami 50 kilogramm, 250 ming doza sintetik narkotik moddalarni tarqatganligini ma'lum qilgan. Shuningdek, 2025-yil 10-sentyabr kuni Zangiota tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 6 oy davomida 2,5 kilogramm 12,5 ming doza sintetik narkotik moddasi tarqatgan 2 nafar shaxs ham qo'lga olindi. Ular Rossiyadagi sherigi tomonidan berib yuborilgan akkumulyator ichiga yashirilgan 20 dona qora izolentaga o'ralgan 492 gram klofidron moddasi bilan ushlangan. Ular asosan Toshkent shahrining Yashnobod, Mirzo Ulug'bek, Bektemir tumanlari hamda Toshkent viloyatining Chirchiq va Yuqori Chirchiq tumanlaridagi istirohat bog'lari va ta'lim muassasalari atrofida oldi-sotdi ishlarini amalga oshirib kelgan. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Anxoruzda qoling va bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang.